Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugun 15-may kungi hisobotini beramiz. Hisobot davomida videoda ko'rmaysizlar, yana qo'shimcha gaplarimiz bor. 15-may kuni $50. So'mda 3.900.000, kartamizda 300.000 so'm, sentrdagi qutularimizdan 1.864.000 bo'lgan. Akalar, inshaalloh 22-dan 15-maygacha bo'lgan kunimizni hisoblaganmiz. Albatta videolarni ham qo'yib qo'yamiz. Hisobimiz bo'yicha bizga yana 50 million yetishmovchilik bo'lyapti. Albatta shu 50 millionni tezroq to'plasak, akamizni davolanishga jo'natamiz. Bilasizlar, bu 50 millionni to'plash xalqimizga oson. Qancha tez harakat qilsak, Hasanbek akamizni davolanishga shuncha tez jo'natamiz va kasallik oldini olamiz. Imkon boricha xalqimizdan iltimos qilamiz. Hammalaringdan yordam so'raymiz. Qo'ldan kelgancha Alloh yo'lida yordam beringlar, akamizni tezroq safarga chiqaraylik. Bilasizlar, kasallik oldini qancha erta olsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Shu bois hozir bizda aytilgan summamizga ozgina qolyapti. Shu 50 millionimiz bilan 30.000 bo'ladi. 30.000 bilan akamizni Hindistonga davolanishga jo'natamiz va video davomida qancha yetish-yetmasligini, ahvollarini tushuntirib olamiz. Iltimos, shu 50 million uchun xalqimizdan yordam so'raymiz, harakat qilaylik. Bu 50 million balkim 5 kunda, balkim 10 kunda, balkim 2 kunda to'planar. Shu 50 millionimiz to'planishiga albatta akamizni safarga jo'natamiz. Sizlardan iltimos qilamiz. Videoni savob beshalarga tarqatinglar va xalqimizdan yana bir bor iltimos qilib qolamiz hammalaringdan.